Hör Uyghur Radiosi. Assalamu alaykum muhtaram azizlar. Hammalarga Hör Uyghur Radiosidan salam. Hörlük suyar Uyg'urlarning radiosidan salam. Hör Uyghur Radiosi 2004-yili marhum kompozitor Al-O'g'li Kurashkusan apandimning bevosita yetaklashida Shvetsiyaning Eskilstuna shahridan Uyg'urcha anglatish boshlab, toki marhum apandimning tuyuqsiz vafotiga qadar nurg'un nadir asarlarni elga sungan edi. Biz marhumning izini besib, bugun 2022-yili 1-yanvardan boshlab Hör Uyghur Radiosidan har kuni 10 minutlik Uyg'urcha programmani ishlab elga sunmoqchi. Yangi yil quyoshi hammalarga hurlik quyoshi bo'lg'usi. Har bir kun, har bir aylanga xayrlik, omadlik bo'lg'usi. İnşallah bu yangi yil dillarga rohatlik, aziz tillarga salomatlik bo'lg'usi. Har biringlarning oilasi, atrofi hurlik nuri va barakatlarga to'lg'usi. Yangi yil yangi bahordan derak bergusi. Inoqlik, o'mlik, mehribonlik, g'alaba har bir qarindishimizga yor bo'lg'usi. Biz hammamiz hurlikka tashna. Ish o'mlikda, kuch birlikda degan o'rtaq g'oyada hammamiz birga tirishsak, Uyg'ur hamon bir kun hur bo'ladi. Hur mustaqil vatanni quralaydi va dunyoga chaqalaydi. Hurlik yashasin. Böre bilen 7 oğlak Grim çöçeklerden elindi. Germaniya. Burunqi zamanda bir qeri o'shki bo'lgan ekan. Uning 7 o'g'li bor ekan. Ular o'rmonlikdagi bir uyda yashaydi ekan. O'chka o'g'loqlarga shundoq amroq ekanki, ularni jenidanmi ortiq biladi ekan. U har qatim o'chib elib kelish uchun o'rmonlikqa manganda, "Omaq ballalarim, men o'rmonlikqa boraman. Sizlar bo'rdan ehtiyot qilinglar. Yaqin atrofda bir qeri bo'ri bor. Uning butun badanini qop-qora tuk qoplagan, yo'g'on putlari shundoq qo'rqinchli, ovozim bek qo'pol ham bo'g'uq. U kelib ishkini qiqib qog'idek bo'lsa, hargiz ochmanglar" deb topalaydi ekan. O'g'loqlarmi? "Xotirjam bo'ling appa, xotirjam bo'ling appa. Biz cho'qim ehtiyot qilamiz" deydi ekan. O'chka ana o'z anjisini qo'shnisiga da'vatganda, dehqon ayol jiyasinib bir chetda turgan bo'ri anglayapti. Bo'ri ixtiyorsiz o'z-o'ziga so'zlabdi. "Bek balam bo'ldi. Oxir mazillik taomga erishadigan bo'ldim." Bo'ri o'chka onaning o'rmonliq ketishini saqlab yuribdi. Bir kuni o'chka ona bolalarga yana shu gaplarni qayta tapilab o'rmonliqqa ketibdi. Fursat keldi deb o'ylabdi Bo'ri xushalliqida qiniga patmay. Bugun qo'rsaqni toza to'qlaydigan bo'ldim. Bo'ri o'chkining uyiga beribdi va bo'g'uq ovozi bilan, "Omaq o'g'loqlarim, chaqqon eshikni ichinglar. Apanglar qaytib keldi. Men hammalarga yumron cho'plarni elib keldim" debdi. Bir o'g'loq buni anglab eshikni ochmoqchi bo'pti. "To'xta, bu bo'rining ovozi. Apam bo'rining ovozini aytib bo'g'uq degan-ku." Bir qora o'g'loq eshikni ochmoqchi bo'lgan o'g'loqni to'sibapti. Boshqa o'g'loqlarmi onasining gapini esiga olibdi. "To'g'ri, boyqa ovoz haqiqatan qo'pol bo'g'uq ekan." Shuning bilan o'g'loqlar eshikning yeniga turib bo'riga debdi. "Eshikni ochmaymiz. Eshikni hargiz ochmaymiz. Sen bizning opamiz emas. Opamizning ovozi zil, yaqinliq anglandi. Seninkida bo'g'uq, qo'pol emas. Sen bizni hargiz olmaysan. Biz sening yiliq eski bo'ri ekanligingizni bilib oldik. Darhol yo'qol." Bo'ri elisining ahmoqligini ko'rib, achchiqida sakrab ketibdi. U eshikni gumbirlatib uribdi. Qo'pol bo'g'uq ovozi bilan vaqirab-chaqirib o'g'loqlarni qo'rqoq sapdi. Lekin o'g'loqlar eshikni zodli ochmabdi. Bo'ri ming zo'rlik qilgani bilan oqmaydiganligini tushunib yetibdi. Shuning bilan u o'ziga hay berib, "Yo'q. Unda qilsam bo'lmaydi ekan. Men aqlimni ishlatishim kerak" deb o'ylabdi va bir haza o'ylanib bir chorani o'ylab tepdi.
u tatlı ham yumshoq turp ovozini siliqlashtirdi degan gapni anglagan ekan. Bo'ra bo'lkichining uyiga berib, asal qo'shib pishirilgan tortdan birini o'g'irlabdi. Rost degandek tortni yegandan keyin uning ovozi burunqidek qo'pol, bo'g'iq chiqmaydigan bo'ldi. Qani, endi u qo'limga tushdi ansla, debdi bo'ra meysiga mushlab qo'yib, andin oldirab tanab o'chkining uyiga beribdi. Omaq o'g'laqlarım, chaqqan ishikni ichinglar. Ananglar qaytib keldi. Men hammanglarga jumran cho'plarni elib keldim, debdi bo'ra ishikni qiqib. Bu qitim bo'rining ovozi rostli o'chki ananing ovozidek anglanibdi. O'g'loqlar ishikni ochmoqchi bo'lganda, yeliqi qori o'g'loq ularni to'sibdi va gumonsiran holda so'rabdi. "Apa, qo'lingizni ko'rib baqsaq bo'lamdi?" Bo'ra qop-qora tuk bosgan oldi putini sunibdi. O'g'loqlar buni ko'riblar ahvolni tushunib yetibdi. Yeliqi vahshiy bo'ri yana ketdi-da, "Apamizning bunda qora qo'li yo'q. Sen bo'ri ekansan", deb vaqirabdi qora o'g'loq. "Etisha ishikni", qora bo'ri yana bo'g'iq ovozi bilan tovlab ketdi. "Ashmaymiz, ashmaymiz. Ashmaymiz dedikmi? Hargiz ashmaymiz. Chaqqan yo'qol bu yerdan." O'g'loqlar birdek ovozda tovlabdi. Bo'ri yana ishni atlashtiramabdi. U bo'lkichi ustamning yeniga berib, "Putim yorilinib qoldi. Putimga ozroq shilim surkab qo'ying", debdi. Bo'lkichi usta shilim surkab qo'yibdi. Andin bo'ri tugmanchining qishig'i berib, "Putimga ozroq un sepib qo'ying", debdi. Tugmanchi bu bo'ri bir kimni aldamoqchi bo'lib o'tibdi deb o'ylab, uning deganini qilmabdi. "Sapmasang seni yevitaman", debdi bo'ri. Tugmanchi qo'rqondan uning putini aqatib qo'yibdi. "Bu navbat jazman ularni oldiyolayman", debdi bo'ri mag'rurlangan holda. Bo'ri degan ablah amdi 3-chi qitim o'g'loqlarning ishga kelib ishga qiqibdi. "Umma, o'g'loqlarim, chaqqan ishikni ichinglar. Ananglar qaytib keldi. O'rmonliqdan har biringlarga jumran cho'p og'ash keldim." Bu ovoz o'chki ananing ovozi bilan o'xshash ekan, ammo o'g'loqlar yana vaqirishibdi. "Avval bizga qo'lingni ko'rsatib baq. Sening mehribon onamiz ekanliging yoki emasligingni ko'rib baqayli." Bo'ri darhol oppoq qo'lini derazadan so'zib kirgizibdi. O'g'loqlar xotirjam bo'lib darhol ishni echibdi. Biroq uyga kim kiribdi demamsiz? Yiliqi bo'rining o'zi og'zini yo'g'on ochguncha itilib kiribdi. Bechora o'g'loqlar qo'rqqanidan taraf-tarafga qechib yo'shirnishga boshlabdi. Birinchisi jo'zining tagiga, ikkinchisi karvatning ostiga, uchinchisi mashning ichiga,
möküvagan öşki ana ve oğlaqlar çıkıp böğrünün moşundaq aqıbetki qağalığını körüptü ve ihtiyarsız təntəni qilishipdi. Sen əblaqqa taza xo'p boldi. Biz əmdi talada xatırcam oynayalaydigan bolduq. Şoq, ummaq oğlaqlar anasının ətrafıqa oluşup naqşı etipdi, usul oynapdı. Ular böğrünün özlerini aldışıdan endiş qilmaydigan bopdu. Öçki ana ballarını başlap, xoşal-xoram halda uyga qaytibdi. Şunundan tatib ular tinch, baxtli turmush kechiribdi. Tamam. Bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Diqqat berganingizlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar, aziz qarindoshlarim.